Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan men Aziko va bugungi videomizda sizlar bilan Size launcherimizni umuman kod qilishni o'rganamiz va modlarni ham ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga albatta. Hop, birinchi o'rinda o'zimizga ma'qul bo'lgan versiya. Xohlasangiz 1.16 mi, 1.20 umuman qizig'i yo'q. Короче, sizlarga ikkita yo'l bor. Ikkita usuli bor uni kod qilishni. Hop. Mana bolalar, meni modlarim. Shu modlarni tortsanglar, u ba'zilari to'g'ri anaqa survival uchun, ba'zilari FPS ni oshirish uchun. O'zingizlar sekinlashtirib ko'ra olasizlar. Va shu modlar bor menda. Shularni tortganingizdan so'ng ancha-muncha FPS normalniy bo'ladi albatta. Xo'p, endi esa nastroykasiga ham o'tamiz buni. Xo'p, birinchi o'rinda mana ular sizda yopib bo'ladi. Ularni yoqib qo'yasiz. Yoqib qo'yganingizdan so'ng bu yerda mana shu BigQuery'ni ham yoqib qo'yamiz. Xo'p. Keyin esa bu yerlarda uncha narsalarga tegmaymiz. Va buni mana shunga qo'yib ko'ramiz. Va bolalar, men martgacha 100 ta obunachilik bo'lmoqchi edim. Afsuski 100 ta obunachiga erisha olmadik. Mana 1-mart kuni olinyapti bu video. Hali hamon 16 tami nechtadir ham obunachidan qolib ketdim. Hozir turamiz. Uni Gelatoriyasda turgani yaxshi ekan. Shu endi aprelgachami 100 ta obunachi bo'laylik endi bolalar. 100 ta obunachi bo'lsak yaxshi bo'lardi. Like, kommentlarni ham bosinglar. Iloji boricha. O'zi prosmotrlar ham unchalik zo'r emas. 30 ta, 40 ta, 50 ta, 70 ta ko'ryapti. Lekin umuman 0 like turibdi. Like, kommentni, obunani bosinglar, shuncha odam ko'ryapti. Bir kunda kerak bo'lsa 100 ta bo'lib ketamiz. Videoni prosmotridagi odamlar hammasi bossa, balki 100 tadan ham oshib ketarmiz. Lekin hech kim bosmayapti nimagadir. Iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar. Va mana Minecraft ham kiryapti o'zi. Va kirdi mana. 22 ta mod bor hozir menda. 22 ta mod ishlab turibdi o'zi. Ko'rishinglar mumkin mana 22 ta mod. 22 ta mod. U modlar hammasi ham nima emas. FPS ni ko'taradigan emas. Ba'zilari shu video uchun, boshqasi uchun. Keyin mana render distance, ya'ni chunkni iloji boricha 6 yoki 8 turgani yaxshi menimcha. 8 ham menga qizig'i yo'q. Masalan, 32 da ham o'ynasam menda kotmaydi-yu. Menga nimagadir shunisi yaxshiroq. Har holda FPS normalroq bo'ladi. Keyin ASVBOSni ham o'chirib qo'yamiz. Ularga tegmaymiz. Detallar, buni shunday qilib chiqasiz. Cloudsni off qilib qo'yasiz. SD Shadowsni ham o'chirib qo'yasizlar. Animationlarni hammasini off qilib chiqamiz. O'chirib. Bu yerdan FPSni off qo'ysalar bo'ladi. Va bu yerdan
hech narsaga tegmasanglar ham bo'laveradi. Va mana bolalar, herdikor bazamiz 100 kunlik bazamiz. Umuman olganda bu herdikorni ham davomi chiqishi kerak edi, lekin umuman aktiv yaxshi emas. Shuning uchun unchalik ham chiqargim kelmayapti. Orada kirib o'ynab turaman bu kartani ham. Ozgina qotishlar bor. Ham ekran zapisda ham endigina kirdik. Orada video qilishni ham esimdan chiqarib qo'yibman, kerak bo'lsa. Enter Dragon'ni o'ldirib keldim. Ender Dragon'ni o'ldirib keldim. Nezrit kiyimlar. Yo'lchi juda ham ko'p ishlar qilib tashladim. Aytganimdek yo 8 yoki 6 turgani menimcha yaxshi. 4 FPS dan menimcha hozir ko'tariladi FPS. Katta ehtimol bilan. Keyin bola ancha-muncha narsalar ham yig'ilib qoldi deb aytsam. Keyin bola Telegram kanalim ham bor. Ba'zilar biladiganlar ham bo'lsa kerak, bilmaydiganlar ham bo'lsa kerak. Bilmadim, shu YouTube kanalimdan topsanglar bo'ladi. Yozuvni tagidan. Shu Telegram kanalimga o'tsanglar, men shu kartani, ya'ni shu herdikor bazamni, shu mirni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Pro 12 uchun tagida modlarni ham tashlab qo'yaman. Shu modlar bilan kirsanglar, shunaqa nezrit narsalar bilan spam olasizlar. Besplatniy o'ynaverasizlar keyin. Va bola xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar, bizda endigina 11-kun, ya'ni 11-kunda, hozir biz 11-kunga keldik. Lekin bizda уже nezrit bor. Endi Dragonni o'ldirganmiz. Olmosli aslahalar вообще VIP. Mana o'zingizlarga isbotlab ham qo'yaveraman. Hozir ko'rsataman sizlarga. To'g'risini aytsam, video qilmaganimning sababi bir tarafdan esimdan ham chiqib qolibdi. Bir tarafdan umuman olganda video qilishga holim ham qolmaganda o'shanda. Xo'p, mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Ender portal deb toki belgilab ham qo'yganman. Shu yerda bor o'zi mana. Ender portal. Borib o'ldirib keldim. Iloji boricha. Agar mabodo 3-qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Va men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Iltimos modlarni yuklab olmasdan bu mirga kira ko'rmanglar. Chunki bu mirga kirsanglar hamma narsa yo'qolib qoladi. 100% agar modlarsiz kirsanglar, modlar bilan kirsanglar hamma narsa joyida qoladi. Mana shuncha narsa sizlarga qolyapti. Unchalik ham ko'p narsa emas. Mob ferma qurgani boshqa narsaga yaraydigan narsalar. Mana bu yerda hattoki qizil qal'ada qalaga o'tasizlar, to'g'ri, qizil qal'aga. Bu yerda yotoq. Va inventariyalarda 3 ta nezrit bor, qanotlar ham bor. 2 ta qanotlar bor, 20 ta olmos. Juda ham ko'p narsalar bor. Iltimos do'stlar, agar 3-qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, yozib qoldiringlar kommentariyaga. Va
iltimos obuna ham bo'lib qo'yinglar. Men yuragim siqilib ketyapti sizlarni ko'rib. Nimagadir obuna bo'lmayapsizlar. Nimaga obuna bo'lmaysizlar? Birortasi bilan olishib ko'ramiz. Qaysi biridir fire aspect bor edi. Umuman o'yinda monsterlar ham yo'q. Naqd yerda ko'rdim ham. Mayli bolalar, gaplashamiz. Bugungi videomiz iloji boricha foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammaga xayr, sog', omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha